Assalomu alaykum, buyurtma obunachilarimiz. Xudo xolasa, bugun obzorimizda EBMAX firmamizga tegishli mana shunday beton kesadigan apparatlarimiz yetib kelgan, ya'ni devor teshadigan apparatlarimiz yetib kelgan. Xo'p, akalar, bularni qisqacha obzor bilan tanishtirib o'tib ketaman. Xo'p, akalarim, bu motor misatmotkali bo'ladi, EBMAX firmamizga tegishli bo'ladi. Akalar, garantiyalar bilan qilib beramiz. Hamda mana shunaqangi nasatkalarimiz ham отдельно sotuvda ham bor. Xo'p, bemalol telefon qilaverasizlar. Pastdan qoldiraman. Buni akalar, bundan tashqari mana bu yerlarda shitlari bor, mana ko'ryapsizlar. Bu shitimiz misoli motorlarga nagrushka kelib qolsa yoki bo'lmasam tokdan birorta pasayib ketsa yoki bo'lmasam kuchayib ketayotgan bo'lsa, mana shiti tashlab yuboradi. Xo'p. Bundan tashqari arqa tarafiga shuni olib o'tadigan bo'lsak, bunimiz akalar motori 4000 vatli bo'ladi, ya'ni 4 kilovatli bo'ladi, 600 ming obrot bo'ladi akalar. Xo'p, bundan tashqari 280 mm gacha mana bunaqangi nasatkalar bemalol tushaveradi. 220 ga bemalol ishlaveradi akalar. Buni komplektida hamma narsalari mavjud. Mana bunaqangi даже zugonlargacha mavjud. Mana kichkina zugoni ham bemalol tushaveradi, o'zida katta zugoni ham bor. Xo'p, akalar, mana bu yerda bemalol suv qo'yib, o'zini motorchiklarigacha bor. Suv qo'yib turib, suv bilan bemalol ishlaveradi akalar. Xo'p, garantiyalar bilan qilib beramiz, даже 1 yilgacha garantiya qilib beramiz. Xo'p. Bemalol telefon qilaverasizlar. Narxi kelyapti turgan bo'lsa, atiga $220 qilib beryapmiz. 12 viloyatga dastavka xizmatlarimiz bor. Manzilimiz So'qon Yangi bozor. Videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yish, esdan chiqmasin akalar. Bemalol telefon qilib xarid qilaverasizlar akalar.